Nega butun Instagram shu rozoviy pastani gapiryapti? Buni o'zim tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim va Uzum marketdan oldim. Keling, birga ochamiz. Dastlabki taassurot yoqimli hidli, rangi pushtli, teksturasi rostdan anti-stress, lekin nimasi mo'jiza sinab ko'ramiz. Komodimda superkli to'kilgan edi. Pastani shunchaki surtdim, ho'l latta bilan artdim, rostdan ham dog' yo'q. Keyingi eng katta dardim devorga chizilgan rasmlar. Soda yordam bermagan, pastani surtdim, artdim, devor top-toza, rost shokda tushdim. Yosh bolasi borlar bu sizga 100% kerak narsa. Endi test. Oq krossovka kir mashinada yuvilgan, ammo kiri ketmagan. Krossovkani namlab olamiz, pastani surtamiz hamma kir joyiga. Nam latta bilan yaxshilab artib olamiz va realniy shok. Va bu chinakam mo'jiza. Oq oyoq kiyim kiyishga qo'rqadiganlar, bu siz uchun действительно zo'r nahodka. Ishonmasangiz sinab ko'ring. Endi navbat oshxonaga. Plitaga sinab ko'ramiz. Gubkani namlab olamiz, pastani suramiz va plitaga yaxshilab artamiz. To'g'risi, men bitta psixolog seansiga pul tejadim. Bu pasta rostdan ham tinchlantiradi. Rangi, teksturasi, effekti 10/10. Kommentariyda kerak deb yozib qo'ying, linkni tashlab beraman. Uzum marketda tugamasidan olib qolishga ulguring.